Men buni kim qilganini bilishni istayman. Kimdir buni topsin va meni dunyoga qaytarsin. Balkim Mikey qotildir. Yaxshi, endi eshigingni och. Biz sening uyingni ko'rib chiqamiz. Ammo men buni qilmadim. Biz ichkaridamiz. Ular hozirgina Mikeyning uyini tutishni boshlashdi. Ammo men Mikeyni qotil deb o'ylamayman. Mana bu yerda nima bor ekan, a? Buzib tashlamanglar. Yaxshi. Bu Mikeyning uyini tutishni boshladi. Bu yerda hech narsa yo'q ekan. Ammo lekin mana bu ham shubhali ko'rinyapti. Voy, u Mikeyning yotog'ini buzib tashladi. Yotoqning tagida hech narsa yo'q ekan. Ana endi bo'lsa, mana bu hamma mebellarni yo'q qilamiz. Bularning hammasi shubhali. Hey, bunday qilmanglar. Wow, bu hamma narsani buzib tashlayapti. Bu yerda ham hech narsa yo'q ekan. Osh, mana bu rasmlar ham shubhali ko'rinyapti. Bu ikkalasini ham buzaman. Voy, bu yerda hech narsa yo'q ekan. Menimcha Mikeyning uyi bo'm-bo'sh. Mana buning tagida nima bor? Bu ham bo'm-bo'sh. Nima? Hech narsa yo'q. Menimcha Mikeyning uyi ham bo'm-bo'sh. Men ham sizlarga aytgandim-ku. Men qotil emasman. Ammo lekin endi mening uyim rasvosi chiqdi-ku. U haq, Mikeyning uyi butkul rasvo bo'ldi. Bu yer bo'm-bo'sh bo'lib qoldi. Mikey ham qotil bo'lmasa, unda qotil kim? Bu chalasidan boshqa hech kim qolmadi-ku. Ular shuncha harakat qilib ham qotilni topish olmadi. Va ular hali ham janjallashishmoqda. Ammo lekin bu yo'l bilan ularning qotilni topa olish olmaydi. Xo'sh, to'xtab turchi. Menda ajoyib bir g'oya bor. Men ularga ishora bersamchi, bu ishlarmikin? Xo'sh, bolalar, JJ mana shu yerda. Yaxshi. Men buni yozib qoldiraman. Mana endi kimdir ko'rsa bo'ldi. Ish qilib ko'rishsinda. Mikey payqadi shekilli. Mana bu ishora to'satdan paydo bo'lib qoldi. Ajoyib, Mikey. Sen buni payqading. Bu yerda JJ shu yerda deb yozilgan ekan. Ammo bu qanday? Ajoyib. Ular meni ko'ra olmasa ham, men qoldirgan xabarlarni ko'ra olar ekan. Shunda men ularga ko'proq xabar qoldirishim kerak. Yaxshi, men mana bu yerga yana bir xabar qoldiraman. Men arvohga aylanib qoldim. Va mana bu yerga ham yana bitta. Meni orqaga qaytara olasizlarmi? Nima? Yana xabarlar paydo bo'ldi. Bu yerda yozilishicha, u arvohga aylanib qolibdi va uni orqaga qaytarishimizni so'rayapti. Shunda JJ yonimizda va u arvohmi? JJ, qayerdasan? Voy JJ. Ajoyib. Menimcha biz agar JJni orqaga qaytarsak, qotil kimligini ham topishimiz mumkin. Ammo lekin biz buni qanday qilamiz? Shunisi muammo. Juda ham ajoyib. Men ular tushunganidan juda ham xursandman. Topdinglar bolalar, men shu yerdaman. Xo'sh, juda ham qiziq. Ammo lekin uni qanday orqaga qaytaramiz? Voy, sen nima demoqchisan, banan bolakay? Bizni qayerga boshlayapsan? Wow, menimcha banan bolakay meni qanday qilib orqaga qaytarishni biladi. U bizni eliksir do'koniga boshlab keldi. Bu yer nima? Biz bu yerda nima sotib olamiz? Qiziq, nima qilar ekanmiz, a? Voy! Qayta tiriltirish uchun eliksirlar, narsalar. Ajoyib! Juda ham ajoyib g'oya-ku, banan bolakay. Bizga bitta dona qayta tiriltiradigan eliksir bering iltimos. Nima? Buning narxi 1 million olmos. Nima? Bu do'kondan narsa sotib olish juda ham qimmat-ku. Pochkamni sotsam ham buncha pul chiqmaydi-ku. Bo'ldi bolalar, bugunga yetadi. Ketdik JJning uyiga. Men bir narsani o'ylab qoldim. Nima? Ular ketishyaptimi? Hoy, to'xta! JJ-chi. Ular hech narsa olishmadi-ku. Meni tiriltirish niyati yo'qmi? Bu, nimaga biz eliksirni olmasdan bu yerga qaytib keldik? Axir JJni tiriltirishimiz kerak-ku. Men ham shuni aytaman-da. Bilaman. Mana shu uchun ham qaytib keldim. Nima? Bu yerdan eliksirni o'g'irlabdimi? Juda ham ajoyib. Endi men qaytib turla olaman. Endi bo'lsa JJni dunyoga qaytaramiz. Ishlay qol.
Voy, men dunyoga keldim bolalar. Voy, JJ tirildi. O, JJ dunyoga qaytdi. Tirilganing bilan JJ. Ura. Rahmat do'stlar sizlarga. Men yana tirikman. Ular buni qila olishdi. Meni dunyoga qaytarishdi. Katta rahmat bolalar. Xo'sh, JJni kim o'ldirgan shunda? Yaxshi. Men oxirgi marta esla oladigan narsam, men uxlashga yotdim va shundan keyin o'lik holda uyg'ondim. Nima? Rostdanmi? Bu degani endi biz qotil kimligini topa olmaymizmi? Yo'q, to'xtab turinglar. Bir narsani o'ylab qoldim. Mening devorimda xavfsizlik kameralari bor. Balkim kamera qotil kimligini ko'rgandir. Rostdanmi? Biz buni allaqachon ko'rishimiz kerak edi. Yaxshi, mening monitorim sandiqning ichida. Uni olamiz. Ana endi bo'lsa kerakli vaqtdagi kamera kuzatuvini ko'rishimiz kerak. Xo'sh, mana u topdim. Mana shu qotillik paytidagi video kamera kuzatuvi bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizdek, men doimgidek o'z yotog'imda uxlab yotibman. Hozircha bu yerda hech qanday shubhali odamlar yo'q-ku. To'g'ri, hozircha shubhalilar yo'q. Mayli, kuzatishni davom etamiz. Nima? Nima? Mening cho'chqacham? Nima? U qafasdan chiqib ketdi. Oldimga keldi. U nima qilmoqchi? U meni o'ldirdi. Meni cho'chqacham mening qotilimmi? Nima?